تبدى هلال الشهر بالكون باسما فأقبل بالأنوار خير المواسم وغير بالأكوان أمرا نجل تنبه فهذا الشهر شهر العظائم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi sana 2025-yil mart oyini 3-Ramazon oyini ham 3-dushanba kuni sizlar bilan Ramazon ahkomlari, ro'zaga taalluqli bo'lgan mavzularni, masalalarni gaplashib ketyapdik. O'tgan safargi darsimizda xosatan Ramazon oyini kutib olishlikda, Ramazon oyini qarshilashda bizga nimalar kerak bo'ladi, ana shu narsalarga ishora qildik. Misol uchun mana inson taqvo bilan mana bu oyga kirib kelishi, tavba bilan kirib kelishi, ota-onaga yaxshilik qilish bo'lsin, agar biron bir kishini o'rtasida kelishmovchilik holatlari bo'lsa, ana shu narsalarni bartaraf qilishlik kerak ekanligiga ishora qilib aytib o'tgan bo'ldik. Xo'p, endi bugungi mavzuyimizdan, bugungi darsimizdan boshlab turib, bugundan ro'zani ahkomlari haqida gaplashib o'tamiz. Va ro'zani ahkomlarida 10 ta bahs, ya'ni 10 ta mavzu bor. Ana shu mavzular haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni 10 ta mavzu deganimiz, ya'ni biz birinchi navbatda ro'zani ta'rifi haqida gaplashamiz, ikkinchi navbatda ro'zani hukmi, uchinchi navbatda ro'zadan hikmat nima va to'rtinchi navbatda Ramazon ro'zasi qachon vojib bo'ladi va beshinchi navbatda Ramazon ro'zasi qachon sahih bo'ladi. Oltinchi navbatda ro'zador bo'lgan odamga qilish mustahab bo'lgan amallar. Yettinchi navbatda ro'zani buzadigan narsalar. Mana shularga ham to'xtab o'tamiz. 8-navbatda mana bu asrimizdagi ba'zi bir ro'zani buzadigan narsalar bor. Ana shularga to'xtab o'tamiz. Masalan, ukol olsa ro'za buziladimi, yo'qmi? Yoki bo'lmasa shunga o'xshagan, masalan, tomoqqa sepadigan ba'zi bir odamlarda masalan asma xastaligi bo'ladi, asma kasalligi bo'ladi. Ana shunaqa holatda tomoqqa sepadigan narsalar yoki burunga sepadigan spreylar, mana shu narsalarda ham ana shu 8-masalada aytib o'tamiz. 9-masalada ro'za tutishlik mustahab bo'lgan kunlar bor. Ya'ni bu faqat ro'zani o'ziga taalluqli emas, Ramazondan boshqa bir ro'za tutishlik mustahab bo'lgan kunlar bor. Va hamda 10-masalada bo'lsa, ro'za tutish joiz bo'lmaydigan kunlar bor. Asosiy mana shu mavzularni bugundan dars qilishda boshlaymiz. Endi albatta qo'ldan kelgancha mana shu mavzularni nechtasini, qanchasini qiladigan bo'lsa ham qilib ketaveramiz. Albatta mana bu hozirgi darsimizda hammasini aytib chiqishimiz qiyin. Nima uchun desa, chunki ko'p masala bor bu yerda. Xo'p, mana yuqorida aytib o'tganimizdek, birinchi navbatda ro'zani ta'rifi, o'zi ro'za nima degani, mana shu haqida aytib o'tamiz. Xo'p, qarang, mana birinchi bahs, birinchi mavzu ro'zani ta'rifi. Ya'ni o'zi aslida arab tilida ro'za degani as-siyam va savm degan kalimalardan kelib chiqqanda, endi mana shu kalimalar lug'atda imsok, ya'ni tiyilish degani. Imsak deb aytiladi, tiyilish degan ma'noda. Aytiladiki, mana soman naharu deb aytiladi. Quyoshda yurishi to'xtab qolsa, soman nahar, ya'ni kunduzi ro'za tutdi deganda, ya'ni to'xtab qoldi deganida. Shundan keyin masalan mana Maryam surasida keladi, inni nazartu lirrahmani sawma, men Alloh uchun savmni nazr qildim degan. Ya'ni nazrdan maqsad atadim deb aytilganda, ya'ni maqsad men kalom gapirmayman, so'z gapirmayman, so'z gapirmaslikka men nazr qildim, ya'ni shuni atadim deb turib aytgan. Mana shu ma'noda. Bu lug'atdagi ma'nosi. Endi shariatdagi ro'za ma'nosi bo'lsa, fuqaholar quyidagi so'zlari bilan ta'rif beradiki, mana bu ro'za degani maxsus zamonda, maxsus shaxsdan, ya'ni muayyan bir inson tarafidan, muayyan bir zamonda maxsus narsalardan tiyilish, ana shu narsalarni qilmaslik, shu narsadan iboratdir deb aytgan. Maxsus niyat bilan bo'lish kerak deb aytishganda, mana bu ro'zani ta'rifi. Qarang, yana ham oddiyroq qilib aytsak, demak, yemoq, ichmoq, jimo ma'nosidagi narsalardan inson tiyiladi, niyat bilan ertalabdan kechgacha deganida. Mana shu ertalabdan kechgacha mana bu zamon.
va muayyan bir inson qilishlik kerak bo'ladiki, u ana shu muayyan inson balog'atga yetgan aqlli inson bo'lishi kerak. Ana shunga ro'za vojib bo'ladi. Mana shularga hozir qisqacha to'xtab aytib o'tamiz. Xo'p, demak, hozir bu yerda maxsus narsalar deb aytyapmiz. Endi buni mavzulari bu haqida gapirishimiz endi hali keladi. Demak, bu ro'zani buzadigan, ro'zani ochib yuboradigan narsalar. Ana shu narsalardan to'xtashlik kerak. U yemoq, ichmoq, jimo ma'nosidagi narsa bo'ladi. Keyin ro'zani zamoni, ro'zani vaqti bor. Ya'ni bu degani ro'zani vaqti nima deyiladi? Bomdod vaqti kirishidan. Buni fajr sodiq deb qo'yiladi. Ya'ni fajr sodiq kirganidan boshlanadi quyosh botgunigacha. Demak, ro'zamizni ochishimiz quyosh botishi bilan bo'ladi. Tushunali-ya? U vaqt bilan emas yoki bo'lmasa azon chaqirishi bilan emas. Vaholanki biz ro'za ochishimizni og'iz ochish deb qo'yamiz buni. Og'iz ochishni nima bilan qilishimiz kerak ekan? Quyosh botishi bilan. Endi buni hozir kunda vaqt yoki bo'lmasa azonga bog'lab qo'ysa bo'laveradi, muammo yo'q. Lekin asl quyosh botganiga qarab turib, keyin og'iz ochiladi. Azon chaqirsa keyin ochish kerak degan narsa yo'q. Tushundingizmi? Quyosh botsa keyin ochiladi ya'ni. Mana shu masala borda. Misol uchun aytaylik, quyosh botib bo'lgandan keyin masalan 5-10 minutdan keyin azon chaqirishi mumkin. 3-4 minutdan keyin azon chaqirishi mumkin. Siz quyosh botgandan keyin ro'zangizni ochib olsangiz bo'laveradi. Muammo yo'q. Tushundingizmi? Xo'p, keyin maxsus muayyan bir inson tarafidan bo'ladi bu ro'za. Ya'ni bu degani ro'za vojib bo'lgan odam kim deb aytiladigan bo'lsa, musulmon, balog'atga yetgan, aqlli, ro'zaga qodir bo'lgan muqim odam, ya'ni safarda bo'lmagan muqim odam nazarda tutiladi. Xo'p, keyin maxsus niyat bilan deb ham aytib o'tdik. Ya'ni bu degani nima degani deyilsa, ya'ni inson ba'zi ro'zani ochib yuboradigan narsalardan tiyilish kerak bo'ladi. Demak, ro'zani ochib yuboradigan narsalardan tiyilishi bilan ajrni, savobni Alloh taolodan niyat qiladi. Mana shu niyatda, ya'ni bu yerda niyat qildim degani, masalan siz ertalab bo'ldi men ro'za tutdim deb qo'ysangiz yetadi. Niyatingizda bo'lsa yetadi, lekin albatta tilingizda aytishingiz shart emaski, ro'za tutdim jon uchun, tanda iymon bor uchun tutgan ro'zam qabul bo'lsin, oxiratda iymon bo'lsin va hokazo. Shunaqa so'zlarni masalan yoshligimizda bizga yodlatkizishardi-da. Endi bu yo'q narsa. Bu bid'at. Endi shunga o'xshagan narsalar bor masalan. Demak, bular nima deb aytamiz? Yo'q narsa. Shuning uchun ham ya'ni inson o'zini ro'zasi bilan savobni niyat qiladi. Alloh taolo tarafidan ajrda niyat qiladi. Bo'ldi, mana shu. Va hamda yana niyat qiladigan narsasi vojib bo'lgan narsada vojib ro'zasini niyat qiladi va sunnat bo'lgan, mustahab bo'lgan holatda mustahab ro'zasini niyat qiladi. Tushundingizmi? Masalan, Ramazon ro'zasidamizmi hozir? Demak, Ramazon ro'zasini niyat qilamiz. Agar Ramazon oyida bo'lmasak, Ramazon oyini masalan dushanba, payshanba kuni ro'za tutilayotgan bo'lishi mumkin yoki boshqa masalan Shavvol oyining ro'zasi bor, Ashuro kunining ro'zasi bor va hokazo ko'p, ya'ni ro'zalarda turlari. Arofa kunida ro'za tutish bor, hajga bormagan odamga. Demak, ana shular sunnat bo'lgan niyatni qiladi. Demak, niyatda asosiy men ro'za tutishda niyat qildim deb tilda aytilmaydi. Bo'ldi, u qalbingizda bo'ladi ya'ni. Xo'p. Demak, qisqacha mana ro'zani ta'rifi mana shu bo'ldi. Bu birinchi masala, birinchi mavzu bo'ldi. Endi ikkinchi mavzuga kirishamiz. Ikkinchi mavzu ro'zani hukmi. Qani, ro'za asosiy ikki qismga taqsimlanadi. Birinchi qism bor, buyurilgan ro'za bo'ladi. Ya'ni insonga buyurilgan, shuni tutmasang gunohkor bo'lasan deyiladigan ro'za bo'ladi. Ana shu buyurilgan ro'za ham ikkita qismga bo'linadi. Ikkita qismga bo'linadi. Tushunali-ya? Demak, birinchisi, demak hozir biz buyurilgan ro'zani ikki qismga bo'lib olyapmiz. Birinchi turida, ya'ni birinchi turi nima deb aytiladi? Mana vojib bo'lgan ro'za. Ya'ni farz bo'lgan ro'za. Endi farz bo'lgan ro'za ham ikki qismga bo'linadi. Birinchisi, Alloh taolo bandalariga vojib qilib qo'ygan ro'za, bu Ramazon oyining ro'zasi. Alloh taolo bandalariga vojib qilib qo'ygan ro'za bo'ladi bu. Ikkinchi ro'za bor. Buni vajibun ja'liyun deb aytiladi. Ya'ni ja'li degani inson o'ziga o'zi vojib qilib oladi. Ya'ni mana mukallaf bo'lgan odam, ya'ni balog'atga yetgan aqlli bir inson o'ziga vojib qilib oladi. Buni nazr ro'zasi deb aytiladi. Ya'ni atama ro'zasi. Masalan aytadiki, lillahi alayya an asuma kaza minal ayyam.
kunlardan paloncha kun, masalan aytaylik 2 kun yoki 3 kun roza tutishim meni zimmamda Alloh uchun bor deb turib aytadi. Alloh uchun men roza tutib beraman, o'zimga o'zim vojib qildim deb xuddiki nazr ma'nosida aytadi. Mana shu holatda bu insonga shu rozani tutishi vojib bo'ladi. Tushundingizmi? Mana shu narsani nazr deydi. Masalan, aytaylikki, sunnat rozalarni misol qilib aytaylik. Masalan, dushanba, payshanba sunnat rozalari bor. Ramazondan boshqa oylarda. Ramazondan boshqa oylarda, demak, dushanba, payshanba kuni rozani siz o'zingizga o'zingiz nazr qilib olsangiz. Men mana shu dushanba kuni roza tutishni o'zimga o'zim vojib qildim desangiz, demak, ana shu vojib bo'lib qoladi. Qilmasangiz gunohkor bo'lasiz. Qilmasangiz gunohkor bo'lasiz. Ulamolar aytadiki, mana shunda, ya'ni qilmasa gunohkor bo'ladi va bir kuniga bir kun tutib beradi va qasam kafforatini beradi. Agar muayyan kunni belgilab qo'ygan bo'lsa deydi. Hozir masalan aytganimizdek dushanba kuni yoki payshanba kuni roza tutib beraman degan bo'lsa, agar unaqa degan bo'lmasa, misol uchun bir kun roza tutib beraman deb qo'ygan bo'lsa, agar roza tutib bermasa yoki tutib turib buzib yuboradigan bo'lsa, bu odam gunohkor bo'ladi va o'rniga roza tutib berish kerak bo'ladi deydi. Tushunadi? Shuning uchun ham belgilab qo'yish bilan bir kunni, muayyan kunni belgilab qo'yish bilan belgilamaslikni o'rtasida farq bor. Mana bu narsani ulamolar gapirib o'tgan. Mana qisqacha ishora qilib aytib o'tdik. Xo'p, demak, buni ja'li vojib deyiladi. Shar'iy vojib bo'lgan bor va ja'li vojib bo'lgan bor. Ya'ni nazr rozasi bu. Xo'p, endi ikkinchi, mana yuqorida aytdik-ku, buyurilgan roza nima dedik? 2 turga bo'linadi dedik. Asha birinchi turi u ham 2 qismga bo'linar ekan, shar'iy, ja'li. Endi ikkinchi turi bor, u mustahab bo'lgan roza. Ya'ni shariat bunga buyurgan, lekin qat'iy uslubda buyurmaganda, qilmasang gunohkor bo'lasan degan joyi yo'q-da. Shuning uchun ham ikkinchisi bu mustahab roza deyiladi. Shariat unga targ'ib qilgan. Masalan, dushanba va payshanba kunni rozalari. Tushunali? Dushanba va payshanba kunni rozasi. Ya'ni dushanba va payshanba kunni rozalari nima qilinadi? Mana bular sunnat bo'ladi. Va kun ora roza tutish. Ya'ni bir kun roza tutib, bir kun roza tutmaslik. Bular shu sunnat bo'lgan rozalar. Ya'ni bu rozalar ham afzal bo'lgan rozalardan. Tushunali? Xo'p, endi yana ikkinchi qism bo'lgan narsa bor. O'z yuqorida aytib o'tildi. Ya'ni roza 2 qismga bo'linadi. Birinchi qismi buyurilgan roza deb aytdik. Ya'ni buyruqda qat'iy buyuriladi yoki qat'iy bo'lmagan buyruq bo'ladi. Xo'p, endi ikkinchi qism bo'lsa, ikkinchi qism qaytarilgan roza bor. Qaytarilgan roza ham 2 qismga taqsimlanadi. Birinchi qaytarilgan rozani birinchi qismi harom bo'lgan qaytarilgan rozasi bo'ladi. Ya'ni roza tutishingiz harom bo'lgan holat bo'lib qoladi. Shariat undan qat'iyan qaytargan bo'ladi. Kim ana shu rozani tutadigan bo'lsa, u gunohkor bo'ladi. Masalan, 2 hayit bayram kunlari bor. Ana shu 2 hayit bayram kunida roza tutishlik. Inson qat'iyan gunohkor bo'ladi mana shu kunda agar roza tutadigan bo'lsa. Endi ikkinchi qism bor, makruh bo'lgan roza. Makruh bo'lgan rozani shariat qaytargan, lekin qat'iy suratda qaytarmagan. Kim qilsa gunohkor bo'lmaydi. Masalan, bir odam butun umr roza tutadigan bo'lsa, faqat roza tutyapti. Masalan, aytaylik, faqat dushanba yo nimalarda roza tutmayapti, masalan, hayit bayramlarida. Qolgan kunlari doim roza. Bu odamning rozasi makruh deyiladi, lekin gunohkor bo'lmaydi. Va hamda juma kunining rozasini alohida xoslab tutish mumkin emas. Lekin farz bo'lsa roza tutilaveradi yoki boshqasiga qo'shilib tutilsa bo'laveradi yoki Ashura kuniga to'g'ri kelib qolgan yoki Shavvol kuniga, masalan, Shavvol oyidagi 6 kunlik rozani masalan tutyapsiz, bo'laveradi unda. Juma kuniga to'g'ri kelgan bo'lsa ham, lekin bu yerda nima deb turib aytamiz? Demak, juma kunining rozasi yoki shanba kunining rozasi xoslab tutish mumkin emas. Tushunali-ya? Xo'p, keyin ayyamut tashriq deb qo'yiladi. Masalan, Ramazon, ya'ni Ramazon hayiti emas, Qurbonli hayit bayramida bo'ladi. Qurbonli hayit bayramidan keyingi kun ayyamut tashriq kunlari deyiladi. Ana shu kunlarda roza tutishni hukmi haqida ulamolar ba'zilar harom deydi, ba'zilar makruh deydi. Bu xilofli masala. Shuning uchun ham bu masalani bu yerda gapirmabdi. O'zimiz gapirib qo'ydik. Hanbali mazhabida roza tutishlik harom bo'ladi. Xo'p, endi Ramazon oyining rozasini hukmi. Nima hukmi?
Ramazon oyini ro'zasi islom rukunlaridan bittasi deb e'tiborga olinadi. Ya'ni hukmi demak hazlakam narsa emas. Demak Ramazon oyini ro'zasini hukmi islom rukunlaridan bittasi deb e'tiborga olinadi. Alloh taolaning so'zi bo'lganligi uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda Baqara surasining 183-oyatida ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirgan kishilar, ro'za sizlarga farz qilindi, sizlardan oldingi kishilarga farz qilingani kabi. Nimaga? Taqvo hosil qilishlaring uchun. Demak, ro'zani farz bo'lishidan bitta maqsad taqvoni qo'lga kiritishimiz. Tushundingiz-a? Taqvoni qo'lga kiritamiz. Ana shuni ulamolar hikmatini aytadi-da, taqvoni qo'lga kiritish hikmati qanday bo'ladi? Masalan, inson och qoladi. Och qolganda atrofdagi, masalan, miskinlarning holatini biladi. Miskinlarning holati, masalan, subhanalloh deydi, men mana ozgina och qolib turib, ochlikni his qilib qiynalib ketyapman. Endi tamomiy och bo'lgan odam nima bo'lar ekan? Masalan, Afrikada yashaydigan qancha qiynalgan odamlar bor. Suvsiz holatda qiynaladi, masalan, qarasangiz. Hozirgi kunda qancha, masalan, ana shu o'zimizni birodarlar masalan borib quduqlar ochib beradi. Mashalloh, yaxshi bir ishlarni yo'lga qo'yganda, ya'ni ana shu joydagi odamlarni qarang, qiynalgan holatda-da, qiynalgan holatda. Mana shu narsalarga bir e'tibor beradigan bo'lsangiz, siz bilan bizga katta bitta saboq kelib chiqadiki, ha, demak, ro'zani asosiy bitta hikmatlaridan bittasi ham mana shu-da. Ya'ni ana shu odamlarning holatini ko'rib ibrat olish. Mana shunaqa holatda. Ya'ni masalan, oddiy misol qilib aytsak, bir insonni bir qo'li sinib qolsa, qo'lini ishlata olmasa, ancha qiynaladi-da, masalan. Endi qo'li umuman yo'q bo'lgan odam nima qilar ekan degan xayol keladi-da, ana shu insondan xayol o'tadi. Yoki bo'lmasa, masalan, qarang, mana o'zimizda ba'zi odamlar bir ayb ish qilsa, 15 kunga qamab qo'yadi. Xo'p, 15 kunga qamab qo'ysa, endi 15 kunga qamalib qiynalib ketadi. Yillab qamoqda o'tirganlarning holati nima bo'lar ekan unda? Yillab, 10 yillab, 15 yillab qamoqda o'tiradigan odamlar bor. Qarasangiz, ha nima bo'lar ekan? Mana shu narsani odam o'ylaydi-da. Demak, ro'zani ham maqsadi xuddi shunaqa. Ya'ni siz och qolasiz, och qolgandan keyin insonni ana shu ro'zani hikmatlaridan bittasi kelib chiqadiki, ha, boshqalar qiynalsa qanday bir chidashyapti-ku ular. Men bir kun zo'rg'a qiynalyapman deb odam mana shu narsalarda ham o'ylaydi. Yordam qilishim kerak ekan ana shularga degan xayol keladi-da. Mana shu ham bitta taqvoning eshigini ochishlik, ya'ni. Bunga yana gapirib ishora qilib o'tamiz. Xo'p, xullas Ibn Umar radhiyallohu anhudan hadis keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Buniyal islamu ala khamsin shahadati alla ilaha illalloh va anna Muhammadar rasululloh va iqomis sola va ita'iz zaka val hajji va somi Ramazon." Islom 5 ta narsani ustiga qurildi. Allohdan boshqa haq iloh yo'q, Muhammad Allohning rasuli deb guvohlik berishlik va namozni qoyim qilish. Shu qoyim qilish degani shuni bilingki, shunday deb tushunamiz. Namozni o'zini vaqtida davomiy namozning rukunlari, shartlarini bajarib o'qish degani. Davomiy o'qish degan ma'no bor-da buning ichida. Demak, 3 ta ma'noni chiqarib olsak bo'ladi. Birinchi o'zini vaqtida o'qish, ikkinchi navbatda rukun shartlariga e'tibor berish, uchinchi navbatda namozni qoldirmasdan davomiy o'qishlik. Tushunali-ya? Mana shu ma'no borda namozni qoyim qilish deganda. Xo'p, keyin zakotni ado qilish, zakotni berish va haj va Ramazon ro'zasi. Bizga kerak bo'lgan narsa shu. Mana Ramazon ro'zasi. Ya'ni islom mana shu 5 ta narsani ustiga qurildi. Demak, la ilaha illalloh Muhammadur rasulullohga namozni qoyim qilish, zakotni berish, haj va Ramazon ro'zasi. Demak, islom mana shu narsalarning ustiga barpo bo'lgan. Demak, tushundingiz mana. Xo'p, yana Abu Hurayra radhiyallohu anhudan hadis keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni insonlarga namoyon bo'lib ko'rinib turgan edi. Shunda bir kishi yurib keldi. "Ey Rasululloh, o'zi islom degani nima? Nima o'zi islom?" deb so'radi. Ey Rasululloh, o'zi islom o'zi nima deb turib so'radi. Rasululloh aytdilarki: "Al-islam an ta'budalloh va la tushrika bihi shay'a." Islom sen Allohga ibodat qilishing. Ya'ni yolg'iz Allohga ibodat qilishing. Mana shu tavhid al-uluhiyya deb aytiladi. Va unga hech bir narsani sherik qilmasliging va namozni qoyim qilishing va zakotni berishing, farz bo'lgan zakotni va Ramazonda roza tutishing deb turib aytdilar. Tushundingizmi? Ramazonda roza tutishing deb turib aytdi. Ahli ilmlar ham mana bu hadisdan biz
osiy bo'ladi. O'zi ahli ilmlar shuni olgan. Qarang, ahli ilmlar ham musulmon bo'lgan, balog'atga yetgan, aqlli bo'lgan, safarda bo'lmagan, muqim bo'lgan, ro'zaga qodir bo'lgan odamga Ramazon ro'zasini tutishi vojib ekaniga ijmo qilgan. Ya'ni bu degani farzi ayn deb turib ijmo qilishgan. Tushundingizmi? Demak, mana shu joyda siz bilan bizga katta bitta saboq kelib chiqadiki, ana shu saboq nima deyilsa, demak Ramazon ro'zasi u vojib u. Ramazon ro'zasini albatta tutishlik kerak. Ramazon ro'zasini tark qilgan odam hukmi nima unda? Endi Ramazon ro'zasini tark qilgan odam ikki qismga bo'linadi-da. Mana ba'zilar so'rayapti-da mana shu narsalarni. Nima bo'ladi Ramazon ro'zasini tutmasa? Javob ikki qismga bo'linadi. Demak, birinchisi shuki, qaysi bir kishi Ramazon ro'zasini farz ekanligini inkor qilib turib tark qilsa, masalan, Ramazon ro'zasi farz emas, Alloh taolo siz bilan bizga farz qilmagan Ramazon ro'zasini tutmasa ham bo'laveradi, bu odamlar o'zi o'ylab topib olgan desa, bu odam ulamolarning ijmosi bilan kofir. Gap bo'lish mumkin emas. Endi ikkinchi odam, qaysi bir kishi Ramazon ro'zasini ataylab dangasa bo'lib turib tark qilyapti. Ya'ni dangasa bu odam. Tut desa tuta oladi, lekin yana tutishga qodir. Tuta oladi ro'zani, lekin ro'za tutmayapti. Dangasalikdan tark qilyapti. Bu odam gunoh kabirani qilgan bo'ladi. Va bu odamga qazosi vojib, bo'ynida qarz bo'lib qoladi. Agar bu dunyoda bu qarzini to'lamasa, ertaga oxiratda to'laydi degani. Xo'p, endi yana ba'zilar boshqacha savol beryapti-da hozirgi kunda. Masalan, ba'zi odamlar ro'za tutar ekan-ku, lekin namoz o'qimas ekan. Nima bo'ladi? Uni hukmi nima bo'ladi deb turib so'rashadi. To'g'ri, bu holatda namoz o'qimasa, u namozni tark qilgan odamning hukmi ham ulamolar gapirgan. Lekin biz misol uchun mana ba'zi aytaylikki, sizning mazhabingiz misol uchun namozni tark qilgan odamni ulamolar dangasalikdan tark qilgan bo'lsa ham kofir deganlari bor-da, ko'p ya'ni. Va muhaqqiqlarning mazhabi. Masalan, Ibn Taymiy rahimahulloh, Shayx Husaymin, Ibn Boz, mana shular benamoz odamni kofir degan. Ibnul Qayyim, masalan, Ibnul Qayyim rahimahulloh, mana shular benamoz odamni kofir deyishgan. Xo'p, aytaylikki, namoz o'qimayapti. Masalan, endi ro'za tutib yuribdi. Nima deymiz? Ha, sen kofirsan, shu tutayotgan ro'zaning ham bir tiyinlik foydasi yo'q, devoramizmi? Yo'q. Balki unaqa demaslik kerak. Nima deyish kerak? Biz ashu odamga aytamizki, Alloh taolo seni yana ham dinga qiziqishingni, yana ham amallaringni ziyoda qilsin. Endi sen mana ro'za tutyapsan, bu yaxshi narsa. Endi namoz ham sekin boshlab olsang bo'lardi-da, deb turib, sekin-sekin uni targ'ib qilinadi. Ha, bir yo'l uni shapetali o'lgan ustiga tepkanga o'xshatib, ha sen o'zi bir ro'za tutyapsan, namoz o'qimayapsan. O'zi namozni, benamozni ulamolar kofir degan deb turib birdan unga bunaqa narsalarni aytmaslik kerak-da. Tushunali xullas. Mana shu narsalarda ham mana ba'zi birodarlarimiz so'rayapti, shuning uchun ham bu yerda ya'ni qisqacha ishora qilib aytib qo'ygan bo'ldik. Xo'p, endi davomida biz mana ro'zani hikmati degan mavzuga yetib keldik. Demak, ro'zani qanaqa hikmati bor? Mana shu haqida gaplashamiz. Ya'ni bu degani nima degani? Qarang, Ramazon ro'zasi o'zi nimaga farz bo'ldi? Nimaga biz ro'za tutishimiz kerak? Nimaga aynan ertalabdan bomdod mahali kirganidan boshlab biz och qolishimiz kerak? Ya'ni ro'za tutishimiz kerak kechgacha, quyosh botgunigacha. Nima uchun degan savol tug'iladi. Mana shu savolni javobi chiqib keladi hozir. Alloh subhanahu va taolo ro'zani bir qancha katta yetuk hikmatlar uchun mashru qilib qo'ygan. Ya'ni o'ziga xos sabablari bor, katta g'oyalari bor. Shu narsadan deb turib aytilyapti. Shu narsada mana birinchi navbatda ro'za taqvoni amalga oshirishlik uchun eng katta bitta vasila deyiladi. Ya'ni bu degani siz bilan biz o'zimizda taqvoni hosil qilishimiz uchun ro'za katta bitta sabab. Demak, ro'zani o'zi farz bo'lishini sababidan bittasi taqvoda. Taqvo bo'lsa nima degani o'zi? Taqvo nima degani deyilsa, qarang, eng yaxshi ta'rifi shunday deb aytasizki, buyurilgan narsalarga bo'ysunish. Ya'ni Allohning qil deganlarini qilib, qilma deganlarini tashlashlik. Masalan, Alloh taolo siz bilan bizga nima dedi? Namoz o'qi dedi, ro'za tut dedi. Masalan, jumaga bor, juma kuni azon aytilsa dedi. Va hokazo bir qancha misollar bor. Xuddi shunaqa ba'zi narsalardan qaytardi, g'iybat qilma dedi. Birovlarning orqasidan yurib, kavlab gapirma dedi. Demak, mana shunaqa narsalarni qilmaymiz-da. Mana shu o'zi taqvo degani-da. Tushundingiz-a? Endi Alloh taolo Qur'oni Karimda mana
ro'zani farz bo'lish holatini gapirganda ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alallazina min qablikum alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirganlar, sizlarga ro'za sizlardan oldingilarga farz bo'lgani kabi sizlarga ham farz bo'ldi. Demak, sizlarga ham farz bo'ldi, oldingi odamlarga farz bo'lgani kabi. Nima uchun degan savol tug'iladimi? Ana shuni Alloh taolo oxirida aytib qo'ydiki, la'allakum tattaqun, taqvo hosil qilishlaring uchun. Demak, Robbimizni buyrug'iga, ya'ni Allohning buyrug'iga, Robbingizni buyrug'iga bo'ysunasizlar va qaytariqlardan chetlanasizlar. Demak, biz Alloh taoloning aytganini qilaversak, mana shunda taqvo hosil bo'ladi bizga. Shundingizda Allohning aytganlaridan bittasi mana Ramazon ro'zasini tut dedimi? Ro'zani tutamiz. Mana shunda siz bilan bizga taqvo hosil bo'ladi inshaalloh. Demak, mana bu ro'zani farz bo'lishidan bitta maqsad shu. Endi ikkinchi navbatda yana ro'za nima uchun farz qilindi desa, yana aytamizki, ro'za insonni nafsini shahvatlardan to'xtatib turadi, tiyib turadi. Ya'ni ro'zada shunaqa ma'no borki, yemoq, ichmoq va jimo bo'lgan ma'nolardan to'xtaysizda. Yemoq, ichmoq, jimo bo'lgan ma'nolardan to'xtaysiz. Demak, inson odatdagi narsalardan o'zini ushlab turadi, nafsini ushlab turadi. Va o'zini shahvoniy quvvatini ham to'g'irlab turadi, bosib turadi. Masalan, mana ba'zi bo'ydoqlar ham savol beradi. Qarang, masalan, hadislarda kelgan-ku, Rasululloh agar uylanishga qodir bo'lmasalaring ro'za tutinglar deganda, masalan, mana ba'zi bo'ydoqlar aytadiki, "Xo'p, ro'za tutadigan bo'lsak, battar bo'lyapmiz" deydi. Battar shahvat qo'zish holatlari hayolga battar kelib beryapti deydi. Buni javobida aytamizki, qarang, birinchi ro'za tutgan vaqtlaringizda insonda harorat ko'tariladi. Ya'ni inson och qoladi-ku, och qolganda insonning ichidagi organizmlar ishlaydi. Va ishlaganda insondagi harorat, ya'ni bu degani qon aylanishi yaxshilanib, yana ham insonning harorati ko'tarilib, tetiklik holati bo'ladi. Va shahvat qo'zish holati tabiiy bu narsa. Bu narsa 3-4 kun davom etadi. Agar inson och qolib 3-4 kun mobaynida ro'za tutsa, sekin-sekin pasayib boradi. Mana shahvati pasayib boradi shunda. Shuning uchun ham, ya'ni mana bu ro'za shahvoniy quvvatni to'g'irlaydi deyilgani shu-da. Lekin to'g'irlashi uchun shuni e'tibor bering, ozroq yeyish kerak. Maqsad, ro'zadan maqsad yana bittasi och qolish kerak-da. Och qolganda inson ana shu taqvoni hosil qiladi va o'zini bosib oladi. Lekin ertalab ham bo'kib yesak, kech payt ham bo'kib yeydigan bo'lsak, mana bu holatda bu ro'zani maqsadi hosil bo'lmay qoladi. Shu narsaga e'tibor berish kerak-da. Demak, qarang, mana bu ro'za insonni shunaqa har xil o'zi odatlanib qolgan yemoq, ichmoq, jimo bo'lgan ma'nolardan to'xtatib turar ekan. Nima uchun deb aytiladigan bo'lsa, bahsa odat va ne'matni eng g'oyasi bo'lgan narsani talab qilishlikka tayyor bo'lishi uchun. Ya'ni bu degani jannatni talab qilishlikka inson tayyor bo'lib qolishi uchun-da ro'zada mana shunaqa hikmatlar bor. Va hamda insonni abadiy hayoti, ya'ni oxirat hayoti, jannat hayoti. Ana shunday narsalarga intilishni qabul qilish bo'ladi. Ya'ni inson intiladi shunaqa narsalarga, ya'ni harakat qiladi. Demak, abadiy hayoti bo'lgan narsalarni intilishi mana bu narsalarga olg'a borishini qabul qiladi. Ya'ni nafs shu narsaga tayyor bo'lib turadi-da. Demak, ro'zani mana farz bo'lish hikmatlarining bittasi mana shu ekan. Bu ikkinchisi bo'ldi. Endi uchinchisi, inson ro'za tutsa och qoladi, chanqaydi. Demak, och qolish va chanqashlik insonning nafsini tezligini, g'azabini bosadi bu. Ya'ni och qolsangiz, chanqasangiz, odam bunaqa jahli chiqishga, unaqa narsalarga holi bo'lmaydi, bosib qo'yadi. Mana shunda faqir bo'lgan, miskin bo'lgan odamlarning holatini eslaydi va ularga yaxshilik qilish kerak degan holatda yaxshilik qiladi. Shundingizda mana yaxshilik qiladi. Biz buni yuqorida ham aytib o'tdik-ku. Ya'ni inson bir boshiga musibat tushsa, agar sal aqli ishlasa o'ylaydi albatta. Mana shu musibatda, subhanalloh, masalan aytdik-ku, bir insonni qo'li sinib qolsa, qo'lini gips qilib qo'yilsa, qo'lini ishlata olmaganligini ko'rib turib, qachon shu ishlataman shu qo'limni deb qayg'uradida masalan. Endi mana shu holatda o'ylansa, men qo'lim oddiy shu sinib qolib shu darajada, qo'li yo'q bo'lgan odamlar nima qilyapti ekan
yoki oyog'i sinib qolsa, masalan mana shunaqa bir musibatni misol qilib aytyapmiz, ya'ni boshiga shu musibat kelib qolsa, boshqa tamomiy qo'l oyog'i yo'q bo'lgan odamlarni o'ylasa, ana shunda sal o'ziga tasalli bo'ladi-da. Xuddi shunaqa, masalan boshqa har qanday narsani ko'ring, o'zi shu. Ya'ni odam o'zi shunday suratda yashashligi kerak-da. Misol uchun, mana aytaylikki, bir odam masalan faqat qiz farzand ko'rsa, men o'g'il farzand ko'rmayapman deb turib masalan nolisa bo'lmaydi-da. Chunki ba'zi odamlarni qarasin, ba'zi odamlar o'zi umuman farzand ko'ra olgani yo'q. Sizda qiz farzand bo'lsa, ba'zi odamlarda umuman farzand yo'q. Ba'zi odamlar bo'lsa umuman o'zi uylanishda ham, ya'ni uylanishga ham qodir bo'lmayotgan odamlar bor. Bir uylanay, xotin bola chaqa qilay deyishga ham qodir bo'lmagan, puli yo'q bo'lgan odam bor, boshqalar bor va hokazo. Demak, siz o'zingizdagi ne'matni ko'rsangiz, katta bitta ne'mat, katta bir ne'mat bor sizda. Katta bir ne'matda yashayapsiz. Ya'ni xuddi shunaqa roza tutgan odam ham ochlikni his qilsa, men mana ertalabdan kechgacha bir och qolyapman, shunga shuncha bir vahima bosyapti meni. Bir yo'li ocharchilikda yashayotgan odamlarning holati nima bo'lyapti ekan? Masalan, mana G'azza ahlini qarang, qancha ocharchilikni boshidan o'tkazdi ular. Hozirgacha o'tkazib kelyapti. Qancha ocharchilik holatini boshidan kechirib, G'azza ahli qancha masalan yordamlar chiqarildi, lekin yordamlar baribir ularga yetmadi. Ko'p yordamlar ularga, ya'ni ularga bir yetadigan darajada bo'lmadi-da. Ya'ni mana shu joyda odam o'ylaydi-da, subhanalloh deydi. Ya'ni men ozgina och qolib shunchalik meni vahima bosyapti, bu boshqa odamlarning holati nima bo'lganikin, nima bo'lyapti-kin deb turib o'ylaydi. Yoki masalan hozirgi kunda qarasangiz, mana videolarga ham chiqib qolgan-ku, mana Afrikada ba'zi bir mintaqalarda, Alloh alam, bir Somali taraflarda shunaqa bo'lishi mumkin. Ya'ni juda bir suv tanqisligi bor. Suv tanqisligi bor. Undan tashqari qancha bir shunga o'xshagan holatlar bor-da, ya'ni juda bir qiyinchilik holatlarni ko'rasiz, ya'ni. Alloh ofiyat bersin. Xo'p, demak, mana bu ro'zani mana maqsadlaridan bittasi shu ekanda, och qolish, chanqoq qolishlik, ya'ni insonni sal o'ylantiradi. Ya'ni bir o'ylantiradigan shunaqa bir sal aqli bo'lsa, odam o'ylanadi, ya'ni. Xo'p, yana ro'zani farzandlari, ya'ni ro'zani yana bir farz bo'lishini hikmatlaridan ro'za tutsangiz, ro'za tutish insonni shu bandadan shaytonni yo'llarini toraytiradi. Qanaqa qilib toraytiradi? Ya'ni taom va sharob yo'llari tor bo'lishi bilan torayadi, ya'ni. Chunki o'zi hadisda kelgan-ku, masalan mana shu narsaga ham ishora qilib aytaylik. Mana ba'zi hadislarda keladi, shayton insonni qon tomirida yuradi degan. To'g'rimi? Qon tomirida yuradi. Endi inson och qolsa, shu roza tutsa och qoladi. Och qolgandan keyin odatda ozish holatlari bo'ladi. Ya'ni inson oziydigan bo'lsa, mana o'zi ro'zani maqsadi shu-da, o'zi to'yib yemaslik kerak ro'zada. Sal och qolibroq, masalan, me'yorida yeyish kerak. Bo'kib yeymiz-da biz, masalan, kech payt masalan qo'y yog'i, qo'y go'shti, masalan, o'zi boshdan bosh shunaqada. Ba'zi ishlaydigan odamlar ishini tashlaydi. Desa, ro'za kelyapti, ibodat oyi deydi, lekin bitta qo'yni so'yib qo'yadi, xolodilnikka bosadi, har kuni qo'y yog'i, qo'y go'shti osh. Yoki bo'lmasa boshqa ovqatlar, nima bo'lsa ham, xamir ovqatmi, boshqami, ertalab bo'kib yeydi, kech payt bo'kib yeydi. Qanday ro'zani maqsadi amalga oshsin? Yo, u balki ro'zadan semirib chiqadi. U semirib chiqadigan bo'lsa, u taqvo hosil qilish u yoqda tursin. U hayoliga kelmaydi, u faqir miskinlar, boshqalar, bechora degan narsa hayoliga ham kelmay qoladi-da. Shuning uchun ham mana bu ro'za asosiy ro'zani maqsadlaridan bittasi och qolish kerak odam. Ko'p yemaslik kerak o'zi. Bo'lib ham hozir o'zi biz qish faslida bo'lsak, qish faslida mana kunduzi kattaroq bo'ladi, yozda bo'lsa ekan uzunroq bo'lardi. Shunaqa vaqtlar ham o'tib ketdi-ku. U 15-16 soat bir ro'za tutiladigan holatlar. Hozir unaqa emas. Hozir qisqaroq. Ya'ni deyarli bir 6 da bir nimangizni yopasiz, ya'ni 6 da bir og'zingizni yopasiz. Ya'ni xuddi shunaqa 5-6 larda mana nima bo'lyapti? Mana Turkiya vaqtida deyarli 7 da ro'za ochilyapti. 7talab 6 da masalan og'zimizni yopamiz, 7 da ya'ni og'iz ochilyapti masalan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, unchalik uzun emas-da. Unchalik vaqt uzun emas. Endi masalan mabodo yoz bo'lsa ekan, endi u bir 9 larda shunda ham ro'za ochiladi. Ertalab bir soat 5 larda og'iz yopilib, yozda bir 9 yoki 8:30 shu 9 larda ya'ni og'iz ochiladi. Anchagina och qolish holatlari bo'ladi. Lekin hozir
aytyapmiz, ertalab bir bo'kib yeyiladi, kech payti bir bo'kib yaxshi ovqat qilinadi. Mana shu holatda ya'ni ro'zani maqsadi amalga oshmay qolyapti-da. Demak, ro'zani maqsadi amalga oshishi uchun sal inson och qolishni his qilish kerak. Shunda nima bo'ladi? Och qoladigan bo'lsangiz, ana shu ro'zada shaytonni yuradigan, insonning ichida yuradigan qon tomirlari torayadi. Nimaga desa, sababi ana shu taom, sharobni oz bo'lganligi sababli-da. Chunki o'zi qon bor-ku, insondagi qon. Yegan ovqati, yegan ichgan ichimliklardan hosil bo'ladi-da. Agar inson yesa yoki ichadigan bo'lsa, qon bo'lgan shu shaytonni yuradigan yo'llari kengayib boraveradi. Agar ro'za tutsa, shu torayib boradi. Agar torayadigan bo'lsa, mana shu holatda, ya'ni aytyapmiz, masalan, toraygan sari insonni o'zi kamroq ovqat yesa, o'zini yengil his qiladi. Yengil his qilgandan keyin bir qalbida iymoni bor bo'lgan odam yaxshi ishlarni qilishga harakat qiladi-da. Demak, qarang, mana shu joyda ham shuni mana aytyapmizki, agar ya'ni shunaqa torayadigan bo'lsa qon tomirlar, qalb yaxshi ishlarni qilishga intiladi, jo'mbishga keladi. Bu yaxshi ishlarki, jannatning eshiklari shu yaxshi ishlaringiz bilan ochiladi. Va jannatning eshigi mana ochilar ekan, endi jahannamning eshigi yopiladi. Lekin bu mana jahannam eshigi ochiladigan munkar ishlarni tark qilishlikka qalb undaydi-da mana shu holatda. Tushundingiz-a? Demak, munkar ishlarni qilmaslikka ro'zamiz undab turadi. Mana shu taqvo hosil qilishda bitta ma'nosi. Xo'p, endi 5-navbatda Ramazon ro'zasi yana nimaga farz bo'lgan deyilsa, aytamizki, mana bu ro'zani, mana bu insonni zohiriy a'zolari bor-ku, ya'ni o'zimizning a'zolarimiz, badanimiz, ana shunday a'zolarni saqlashda ajoyib bir ta'siroti bor. Mana bu tashqi ko'rinishimiz. Endi ichki ko'rinishimizda, ya'ni ichki quvvatda ham, ichki quvvatni saqlashda ham ajoyib bir ta'siroti bo'ladi. Tushundingiz-a? Va hamda ana shu nafsga keladigan har xil qorishmalar, aralashmalardan nafsni himoya qilishda ham bu ro'zani ajoyib ta'siroti bor. Demak, nafsga nimalar keladi? Masalan, nafsga har xil buzuq, ya'ni insonni buzadigan moddalar keladi. Ya'ni masalan, insonga hayollar keladi har xil. Demak, mana bu ro'zani ichki va tashqi tarafdan insonni salohiyatli insonga aylantirib qo'yadi-da. Qarang, shuni mana aytyapmizki, demak, fasod bo'ladigan moddalar bor. U moddalarki, agar insonga kelsa, qalbga kelsa, uni buzib tashlaydi. Demak, shunaqa buzib tashlaydigan fasod bo'lgan moddalarni jalb qiladigan narsalardan shu nafsni va ichki qalb, ya'ni ichki tizimni qo'riqlashda ro'zani ajoyib bir ta'siroti bor ekan. Va yana mana bu ro'zada yana xossatan shu nafsni, ichki narsani sog'lom bo'lishidan to'sib turadigan moddalar bo'shaydi ro'za tutsak. Qarang, ana shu narsada ta'siroti bor deyapti-da. Ya'ni bu degani, inson och qoladigan bo'lsa, masalan, mana buyrak, yurak, mana shu xossatan yurak qismlariga inson qancha qonni katta bo'lgani sari yeyorish bilan yog' bosib qoladi. Yog' bosib qolsa, endi ro'za tutsangiz ana shu erib ketaveradi-da. Shuning uchun ham ba'zi joylarda mana shunaqa semiz odamlarni dieta bilan davolash holatlari bo'ladi. Kunduz yeysan, kech payti yemaysan va hokazo shunaqa narsalar bilan. Ya'ni och qoldiradi va hokazo shunaqa narsalarni qilib ko'radi-da. Endi bu yerda aytmoqchi bo'lganimiz shu mana. Ya'ni ro'zani bitta hikmatlaridan insonni sog'lom yurishidan to'sib qo'yadigan ba'zi yomon moddalarni ajratib chiqarib shunaqa holatlarni qilib berishda bu ro'zani ajoyib ta'siroti bor. Demak, ro'za qalbni saqlaydi. A'zolarni sog'lomligini saqlaydi. Demak, qalbingiz ham, a'zolaringiz ham sog'lom bo'lishini saqlab beradi. Va hamda mana shu insonning a'zolariga shahvat qo'llari olib keladigan narsani, shahvat qo'llari, ya'ni bu degani shahvat qo'llari eskirtirib tashlagan narsani yangi qilib beradi degani. Ya'ni masalan, shahvat qo'llari deganimizdan maqsad, ya'ni inson masalan cho'ntagida puli bo'lsa, ko'ngli tusagan narsani olib yegisi keladi-da. Masalan, hozirgi kunda qancha narsalarimiz ximikat.
Shu borib ximikat yeydi, uni yeydi, buni yeydi. Demak, mana shu, ya'ni shahvat qo'llari deb aytayapti-da shuni. Ya'ni insonni ko'yni tusagan narsani olib yeyorish insonni ancha chiritib qo'yadi. Demak, ana shu chirigan narsani yangitdan qaytarib beradi-da. Demak, mana bu roza taqvoga eng katta bitta yordam ekan. Xuddi Alloh taolo aytgani kabi. Ey iymon keltirgan kishilar, sizlarga roza farz qilindi, sizlardan oldingilarga farz bo'lgani kabi nimaga? Taqvo hosil qilishlaring uchun. Va yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda roza qalqon degan, asiyamu junnatun degan. Ya'ni bu degani harom bo'lgan narsalarga tushib qolishdan saqlab turadigan bir qalqon, to'sib turadi sizni. Va yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shahvati qattiq bo'lgan, uylanishga qodir bo'lmagan insonni rozaga buyurgan va hamda rozani, ya'ni roza tutishga buyurdi. Demak, mana shu rozani nima qilib oldi? Bir qalqon qilib olgan, ya'ni shunday qilishga buyurdi deb aytayaptilar-da. Tushunarli mana va amara sallallohu alayhi vasallam man ishtadda alayhi shahvatun nikah va la qudrata alayhi bisiyam. Demak, rozaga buyurdi shu shahvati kuchli bo'lib ketgan, uylanishga qodir bo'lmagan odamni. Va ja'ala va ja'a hadihi shahva. Va hamda ana shu insonda mana bu shahvat kelib, u insonga shahvat kelgan odamni, ya'ni uylanishga qodir bo'lmagan odamni nima qildi deb aytayapti? Mana rozaga buyurgan Rasululloh. Va hamda Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilib keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan, mana Abdulloh ibn Mas'uddan kelgan hadisda man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj. Kim ba'aga qodir bo'lsa uylansin degan. Ba'adan maqsad jimo deydi ulamolar. Ya'ni ma'no sizlardan kimda kim jimo qila oladigan bo'lsa, shu shahvat qo'zisa va hamda undan tashqari nikohda sarf xarajatlariga qodir bo'lsa degan ma'no borda bunda. Ya'ni masalan puli bo'lish kerak uylangani, ya'ni mahrga beradigan pul bo'lsin yoki undan keyingi holatlar bo'ladi. Masalan, qanaqa keyingi holatlar? Masalan, ayoliga nafaqa berish va hokazo. Shunda uylansin. Qodir bo'lmagan odamchi? U uylanmasin degan narsa kelib chiqadi-da. Masalan, jimoga qodir bo'lmasa, bu odam roza tutsin degan narsa borda. Qarang, mana hadisning davomida shu aytilganda, kim demak uylanishga qodir bo'lsa uylansin. Chunki uylanish fainahu aghaddu lil basar. Ko'zni saqlaydi va farjni saqlaydi. Va man lam yasati fa alayhi bisom. Kim qodir bo'lmasa, rozani o'ziga vojib qilsin. Chunki roza unga qalqon. Vija deb aytiladi, o'z aslida vijani qalqon deb aytib ketyapmiz. Ya'ni o'z aslida vija degani ahda qilish degani. Vija degani ahda qilish degani. Ya'ni bu degani xosatan erkak kishining moyaklarini go'yoki ahda qilib qo'yish, ya'ni ishlamaydigan qilib qo'yish deganida. Ya'ni maqsad roza xuddiyinki mana shunday holatda qilib qo'yadi. Ya'ni erkak kishining moyagini ishlatmaydigan, ya'ni bu degani shahvatini qo'zitmaydigan bir holatga olib kelib qo'yadi. Ya'ni o'zi masalan mana hayvonlarda ahda qilib qo'yish bor-ku, bilamiz. Hayvonni misol uchun ba'zi bir qo'ylarda yoki buqalarda masalan ho'kizlarni semirtirish uchun ahda qilib qo'yiladi. Endi ahda qilib qo'yishlik bu qanaqa qilib qiladi? Masalan, bizda juda bir hayvonlarga aziyat berib, urib, surib, minasalar qilib tashladida, shunaqa qilib minasalar qilib yuborishadi. O'zi asli unaqa emas. Ya'ni hayvonni ahda qilinayotganda shunday bir uslubda qilinadiki, hayvonni masalan bo'lib mana shu moyaklariga ukol berib, xuddi narkoz beriladi, keyin uni bir ishdan chiqarib qo'yadi keyin. Xullas shunaqa narsada, ya'ni hozir rozada shunaqa narsa borda. Shuning uchun Rasululloh mana fa innahu lahu wija, ya'ni unga bir ahda qilish bo'ladi deb turib aytilganda, shundaysa mana shu ma'noda ya'ni. Xo'p, xullas mana shu joyda o'zi to'xtasak bo'lar ekan, o'zi ozgina ko'p gapirib yordik. Endi biz hozir mana shu joygacha 3 ta masalani gapirgan bo'ldik. Ya'ni 3 ta masala deganimiz, masalan, rozani birinchi navbatda mana vojib bo'lishi, o'zi yuqorida aytib o'tdik-ku, 10 ta mavzu haqida gaplashamiz dedik. Ya'ni 10 tasidan biz 3 tasini aytib bo'ldik. Rozani ta'rifi, rozani hukmi va rozadan bo'lgan hikmat, nima hikmatlari bor? Mana shularga bir qator to'xtab o'tdik. Endi kelasi safargi darsimizda roza qachon vojib bo'ladi va hokazo shunga o'xshagan narsalar bor. Bularni qo'shib mana boshqa bir mavzularga qo'shib aytib ketaveramiz inshaalloh, Alloh taolo qodir qilgancha. Mana shu joyda to'xtaymiz. Alloh taolo o'zi darslarimizda davomli va hamda manfaatli qilgan bo'lsin. Vallohu a'lam.